Efirimizda lo'lilar bormi? Bizning efirimizni ko'p lo'lilar kuzatadi. O'zbek o'g'il qizlarida blogerlar ko'paydi. Afsuski lug'atida uyat so'zlar ko'paydi. Bilmam, to'kmay deydimi, millat nomus orini TikTokda hech ko'rmadim birorta ham lo'lini. Na keksalar uyida, na deddomda lo'li bor. TikTokda tilanmaydi, ularni g'ururi bor. Shart qo'yib yechinmaydi, onadan so'kinmaydi. Men mashhur bo'laman deb iymonidan kechmaydi. Qaniydi bizda ham bo'lsa edi baronlar, chiqmas edi Nigina-yu Hoji Sardor azizlar. O'zbek o'zbekligidan bugun uyalib ketdi. Sababi xoramilar TikTokda to'lib ketdi. Ko'chadagi lo'lini odamlar mensimaydi. Bozorda tilansa ham TikTokda yechinmaydi. Ko'kragin ko'rsatmaydi, like deb past ketmaydi. Unitazga bosh tiqib peshobini ichmaydi. Hech kimni so'kinmaydi, danatga cho'qinmaydi, iymonini hech qanday padarkaga sotmaydi. Shart qo'yib bir-birini omma ichra qilmas xor lo'lilarni haqiqiy mard erkak baro